uyqudir otumidingiz, aka-ukalarga, ko'proq oilalarga bemalol sig'adigan katta uyimiz chiqdi yokida investor akalar buzib tashlab kottej qurib 200-300 sotuvli uy qurib sotaman desanglar ham zo'r variant. Qayerda 8,5 sotuv, fasadi 21 metr. Ichkarida plus 1,5 sotuv ortiqcha zaxvat joyi ham bor ekan. Hech kim xalaqit qilmaydi, u sizga xizmat qilar ekan. Agar uyda elektrika nimadir muammo bo'lsa, uyni qurgan odamlar shunday yonida ekan. Katta ko'chagacha 10 minutlik yo'l, metrogacha 10 minutlik yo'l, maktab, bog'cha, novvoyxona yon atrofda joylashgan. Masjidni 5 mahal ovozi uyimizga eshitilib turar ekan. Mahallamiz juda ham tinch ekan, tupik ko'cha bo'ladi. Orientir Kia saloni bo'ladi. Kirish darvozaxonamiz kattagina, hop tepada mana 8 ta xona, pastda podvol bor, kattolina pastda joylashtirilgan. Kirganimizda o'ng qo'lda yozgi oshxonasi bor. O'sha uyimizda 12 ta xona, 5 ta sanuzel. Hop bu yoq fontan, yashil zona, bu yoqda yana bitta spalniy zal, o'zining yuvishxonasi bor, burchada yana bitta sanuzel bor. Hop bu yoqda yozgi oshxona joylashtirilgan, bu yoqda mehmon kutish uchun kattagina zal chiroyli qilib qo'yilgan. Orqada 1,5 sotuv zaxvatli joyimiz joylashtirilgan. Hop, uyimizni ko'rasizlar, fayzli, chiroyli, katta, keng, aka-ukalarga 3-4 ta oila bemalol sig'ib, maza qilib yashashadi, xudo xolasa. Uyimizni starting narxi $260,000 deyapti. Ya'ni kelishtirib berishadi. Bu atrofda yerlarning narxi 25-30 sotishayotgan ekan. Bular undan arzon qilib beraman deb aytishyapti. Qiziqqanlar uchun men opisaniyada egalar nomerini qoldiraman. Aloqaga chiqarasizlar. Akam shu ish sizniki inshaalloh. Bosing gazini.